T tovushi va T harflari. Aziz bolajon, harflar mamlakatiga sayohat qilishni xohlaysizmi? Unda ketdik. Nutqning eng kichik bo'linmas birligi tovush deyiladi. Tovushlar unli va undosh tovushlarga bo'linadi. Undosh tovushlar talaffuz etilayotganda og'iz bo'shlig'ida yoki bo'g'izda to'siqqa uchraydi. Qayerda to'siqqa uchrasa, shu yerda hosil bo'ladi. T tovushini talaffuz etayotganimizda tishlar bir-biriga yaqinlashadi. Tilimiz yuqori tishlarga tegadi. Havo og'izga kelgach, shovqin bilan talaffuz etiladi. Birgalikda aytamiz. T. T. Tovushning yozuvdagi ifodasi harf deyiladi. Mana bu bosh T va kichik T harflari. Qalpog'i bor boshida T'ning qor yomg'irni pisand qilmaydi. Agar uni olib qo'ysangiz, birga o'xshab qolar, bo'lmaydi. So'z bo'g'inlardan, bo'g'inlar tovushlardan tashkil topadi. Ushbu so'zlardagi T tovushining o'rnini aniqlang. Tulki, bolta, tort. Tez aytish. Turna tipratganni turtdimi? Tipratgan turnani turtdimi? Tez aytginu tez gapir, tez aytganga bir patir. Gap ma'lum bir tugal fikrni ifodalaydi. Gap so'zlardan tuziladi. Ushbu qolip asosida gaplar tuzing. Har bir to'g'ri to'rtburchak bitta so'zni bildiradi. Ot tez yuguradi. Akmal koptokni ot. Toshkent O'zbekiston poytaxti.